Bemordagi o'zgarishni ko'rishga tayyormisiz? Bu bemorimiz har ikki tos suyaklari yallig'lanish shikoyati bilan o'tgan yil Toshkentdaligimda menga aloqaga chiqib, bizani kafemizga kelishgandi. Videoda ko'rgan bo'lsangiz, shikoyatlari tufayli yurishlarida ham buzilish bo'lgan. Kafemizga kelishganda biz doktorimiz bilan onlayn bog'lanib, video muloqot asosida savol-javob o'tkazgan. Bemorimiz yurishdagi buzilishdan tashqari og'riqlardan ham rohatsiz ekanliklarini bildirgandilar. Muloqotdan keyin ko'p o'tmay bemorimiz yaqinlari bilan Istanbulga kelayotganlarini bildirdilar va men kerakli tashkiliy ishlarni tashkillashtirib, bemorga Istanbulga kelishganda qanday ko'rishib olishimizni tushuntirdim. Va kelishgan kuni yo'q, doktor ko'rigiga bordik. Qayta ko'rikda bemorimizga har ikkala tos suyaklarida yallig'lanish shiddat bilan davom etayotgani uchun 2 marta amaliyot o'tkazilishi kerakligi aytildi va orasi kamida 5-6 oy bo'lishi kerakligi haqida ma'lumot berildi. Ko'rikdan keyin bemor uchun birinchi jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik boshlandi. Bunda bemor qon topshiradi, anesteziolog va kerak bo'lsa kardiolog bilan ko'rishadi. Barcha ko'riklarni o'tib bo'lgach, ertalab 7 da klinikada edik. Barchamiz uchun eng hayajonli daqiqalar boshlandi. Kasalimizni bugun operatsiya bo'ladi. Chunki har bir jarrohlik amaliyoti katta mas'uliyat. Bunda shifokor va uning komandasi roli muhim. Chunki mas'uliyatning eng katta qismi ularga yuklangan. Bemorga palatani o'zida tomirdan tinchlantiruvchi yuborib, jarrohlik bo'limiga olib ketishdi. Biz esa orqalaridan duo qilib qoldik. Bemorimiz yosh bo'lganlari uchun narkozdan tez uyg'ondilar va biroz og'riqlarni hisobga olmasak, deyarli yaxshi ekanliklarini bildirdilar. Bemorimizni ertasi kuni yurg'izishdi va 3 kundan keyin kasalxonadan javob tegib, otelga ketdilar. Amaliyotning 7-kuni kontrolga kelib, keyin O'zbekistonga uchib ketdilar. Ikkinchi jarrohlik amaliyoti uchun shu yilning boshlarida keldilar, amaliyotlarini o'tkazib, O'zbekistonga qaytdilar. Bir muddat o'tgach xabar olganimda, yurish videolarini jo'natib berdilar. Selamünaleyküm, hayırlı bayramlar. Çok mutlu oldum ya. Vallahi çok sevindim. Voy, başka ko'rib xursand bo'ldim, mashallah. Mana, вообще rezultat ko'rsa odam qanaqa xursand bo'ladi? Qo'staymasiz. Bemorimizning onalari bizni ko'p duolar qildilar. Biz onamiz. Yurib ketdi, xastalarini ham tashladi. O, mashallah. Etlarim jimlab ketdi. Atanga ko'rsatsam xursand. Mashallah, ko'staymasin, baxtli bo'lsin. Agar sizning ham sog'lig'ingizda muammo bo'lib, Turkiyada qaysi klinikaga borsam ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, eng yaxshi shifoxona va shifokor tanlashda yordam beraman. Sog'lom qoling. Allohga omonat. Ko'pgina yaqin insonim. Yo'q. Konsultatsiyalarni kutamiz. Açık kitap oldu çünkü ko'z yoshlari tufayli. Allah razı olsun. Cümlemizden selamünaleyküm. Misafirlik ödemene göre şifamızı olanlar Allah için. Şunu herkese sinirli değil, kızım değil. Nasıl böyle namazlarında. Allah şifa topyan Rasul Süleyman kalmış şifalarla yor. Gizemden çıksın. Kilerimizden beri. Bir ay bunlarda tanışkanımız geldi mi? Tanış orkalı. Yani bunun aldığından kelip geçkenler bu genç şifasını tapıp. Sabahçı da Allah sabah bir Allah buladı. Hani şunda insanlarımızı karşımıza çıkarıp koydu. Küçük nodülleri var. Ama Dişi duş alırsa iyi olur. Yürek devorlari qalinlashganini ko'rmayapmiz, chunki sizni shikoyatlaringiz bilan qalinlashish kerak deyapti. Muhtarlık genetik miras. çıkıntılar var. Deformatsiya bo'lgan o'sha.